Növbette davamlıq yuqori deganimdek xabarda ish qilib har kundagidek desak oshirayotgan bo'lmaymiz. O'zak haqida bir xabar chiqib turdi hamda. Shu bu o'zak sohasida bugun hukmron davlatlar va yoki shirkatlar qaysilar kimlar kimning kontrolligida qanchalik iqtisod bu sohada o'yinlayotdi bu haqda ma'lumot bergan bo'lsangiz. Hozir tranzistordan bevosita o'zak o'tib ketdik amaliyotda shu hamda bu ma'lum bir orliq degan bir jarayon bor. Bu yerim o'tkish materiallardan tranzistorlar yasalgan vaqtida har bir tranzistor bir parcha yerim o'tkazgich materialning ustida yasalgan. Bunda bo'lganda birsiga yerim o'tkazgich materialni ishlab chiqarish tannarxi yuqori bo'lganligi uchun ham uning ustiga har bir tranzistor bir yerim o'tkazgich materialning ustiga ishlatilgan vaqtida birsiga ishlab chiqarilgan elektronlik taxtaninki logikalik iqtidori pek kuchli bo'lmaydi. Birsi andan keyin hajmi yo'g'on bo'lib ketganligi uchun yasab chiqqan narsalarmi nihoyat cho'ng bo'lib ketadi. Shunda dastlab esimizda bo'lsa, dastlab yasalgan kompyuterlarmi masalan bir binodagi cho'nglikdagi nimalarda bo'lgan. Undan keyin shu texnikaninki taraqqiyotiga ergishib bo'lib bu yerda Kilbi deydigan bir odamni bu yerda tilga olishga to'g'ri keladi. Ikkinchi rasmga o'tsak, bu odam shu bir parcha yerim o'tkazgich materialning ustiga nurg'un tranzistorni qo'yish orqali to'plashtirilgan to'kilni yasashning bir ideyasini o'ttirib qo'ydi. Bu odam amaliyotda bu ideyani o'ttirib qo'yishi bir oddiy bir jarayon. Bu odam yangi ishga tushgan vaqtda Fairchild degan shirkatga bu vaqtda asosan ta'til vaqti bo'lganligi uchun ko'pincha odamlar dam olishga chiqib ketdi. Bu odam yolg'iz tajribalarni ishlab o'tirib mush xiyolga kelib qoladi. Nima uchun biz har bir tranzistor uchun bir yerim o'tkazgich materialni ishlatamiz? Nima uchun nurg'un yerim o'tkazgich nurg'un tranzistorni bir yerim o'tkazgichni ustiga qilmaymiz degan bir ideya bilan shu ideyani izlanish orqali davomli tirishchilik ko'rsatish orqali bu odam shu to'plashtirilgan to'kili degan narsani o'tirib qo'ygan. Bu to'plashtirilgan to'kili biz deyotgan o'zakning asosi bo'ladi. Undan keyin bu odam nurg'un patentga erishgan texnikalarni o'tirib qo'ygan. Shu hozirgi zamon o'zak texnikasiningki barliq kelishiga asoslangan odam bo'lgan uchun bu odamga 2000-yilda Nobel mukofoti berilgan. Bu yerda hozirgi gap bu o'zak texnikasiningki hozirgi nimasi ustida bo'lyotdi. Bu bir qancha shirkatlar yoki bir qancha davlatlarga to'planib qoldi. Bu qaysi shirkatlar dedik. Bu yerda yana bir muncha jarayonni atlab o'tamiz, ammo undan keyin qaytib kelsakmi bo'ladi. Bu yerda hozir bir qancha cho'ng shirkat bor. Buningki kelib chiqish nima uchun shunday bo'lish tarix to'g'riliq yana paranglasak, bular asosligi birinchisi Amerika. Endi Amerika bu butun shu yerim o'tkazgich texnika taraqqiyotidagi mayli uni loyihalash bo'lsin, uningki nazariya va asosini turg'izish bo'lsin deganga o'xshash nurg'un sohalarda Amerika eng oldin qatorda turayotgan shirkat. Hamda biz ko'pincha vaqtlarda Amerika bu o'zak texnikasini so'zlagan vaqtida ko'pincha hollarda biz Kremniy jilg'isini tilga olamiz. Bu Kremniy jilg'isining o'tirg'i chiqishiga bularningki mablag'i nima uchun bugungi kunga keldi, buningki orqa ko'rinishini qayta so'zlasak bo'ladi. Demak, birinchi o'rinda turadigan yenilam Amerika. Undan keyin bu loyihalagan mahsulotlarni uni ishlab chiqarish, uning materiallarini tayyorlash, uni sinash, undan keyin uni to'plashtirilgan holatda bir ishlatgidak holatga kelish jihatlarda boshqa davlatlar bor. Buning ichida masalan Tayvan nuqtali holda tilga olindi. Bu Tayvanningki yerim o'tkazgich ishlab chiqarish shirkati deydigan bir TSMC deydigan bir shirkati bor. Asosli mush shirkat. Ondan keyin Janubiy Koreya masalan Samsung'ninki elektron taraqqiy qildirish shirkati deganga o'xshash shirkatlar tilga olindi. Janubiy Koreya tilga olingan vaqtda asosli bular shu kompyuter yoki telefonlarning ichki qismidagi shu RAM yoki vaqtliq saqlash rayonininki materiallarni asosan Janubiy Koreyada ishlab chiqarildi. Ondan keyin Yaponiya, buningda masalan Sony deymiz, Toshiba deymiz, shunga o'xshash nurg'un elektron shirkatlari bor. Bularmi shu biz ishlatayotgan mayli oila elektr saymonlari bo'lsin va yoki bo'lmasa shu
qo'limizda ishlatilayotgan qo'l telefoni yoki bo'lmasa kompyuter degandek narsalarningki asosli materiallarni shu yerda ishlatildi. Andan keyin yana shu davlatlarni yoki shirkatlarni tilga olgan vaqtida Xitoymi tilga olindi, chunki Xitoy shu asosli oila elektr saymanlari, anandaki mashinalarniki, elektronlik qismininki materiallarni ishlash jihatda Xitoyninki yerim o'tkazgich ishlab chiqarish xalqaro shirkati deydigan bir shirkat bor, SMIC deydigan. Shunga o'xshash şirketler tilga olindi. Ondan keyin hozirgacha Yevropani tilga olmadik. Yevropaninki amaliyotda shu yerim o'tkazgich texnika sohasida qo'lda tutib turgan eng ajallik bir texnikasi bor. Bu nima degan vaqtida masalan biz shu o'zak degan vaqtida balkim kompyuterning ichini ichib baqqanlar yoki qo'l telefonini buzib ichini ko'rib baqqanlar balkim bilishi mumkin. Barmaqdan kichik bo'lgan nurg'un o'zaklar bo'ladi. Bu o'zaklar hatto qarab o'q yo'lini ko'z bilan ko'rgili bo'lishimi natayin masalan ko'pinchalarning. Buni shu qadar bir kichikkina bir narsaning ichiga shu qadar iqtidorli bir narsani qo'yish uchun uni besib chiqaradigan bir asbobga ehtiyojimiz bo'ldi yoki bo'lmasa bir texnikaga ehtiyojimiz bo'ldi. Bu texnika shu Gollandiyaniki ASML deydigan bir shirkati bor. Bu texnikani asosliq shu yerda tutib turadi. Bular shu yerim o'tkazgich tayyor bo'lgan materialning ustiga shu elektronlik loyihalangan tok yo'lini besib chiqarish yoki bo'lmasa shuningki shu biz nima qilgan darajada yuqori sifatli mahsulotning ishlab chiqarilishiga muhim rol o'ynaydigan shirkat bu Yevropada. Ondan keyin Yevropada yana undan boshqa bir qancha kichik shirkatlar bor. Masalan, Shveysariyada STM Electronics deydigan bir shirkat bor. Bu asosliqmi shu internet narsalariga munosabatli materiallarni ishlab chiqardi. Demak, bu yerim o'tkazgich texnikasini qo'llanadigan yoki bu ishlab chiqarayotgan davlatlar asosliqi Amerika, Yevropa va Sharqiy Janubiy Osiyodagi bir qancha davlatlar markazlari.